Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilar, hammanglar yaxshimisizlar? Yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganimga Allohimga behisob shukr. Hozir bitta qilmagan bitta eksperimentimiz qilib ko'ramiz. Bular rosa yetimlanganiga bugun 23-chisiq, rosa yetimlanganiga 25 kun bo'ldi. 4 ta oilamiz ayrim sabablarga ko'ra beparvo bo'lib qolganmiz. Onasi chiqqan, uch qaytib kelmagan. Shu 4 ta oilamiz oila kuchli bo'lgan. Bomba qo'yamiz. Bugun chislo 23 may bo'lsa, 3 kunda chiqadi deb berdi bombayni hozir. 3 kunda chiqsa, yana chiqqandan keyin 3 kun bezovta qilib bo'lmaydi. Xullas 29 yo 30 kuni bu videoda bir yo'l qo'shib chiqaramiz. Qani qabul qildi, qilmadi. Turtovka oilani ham onani qabul qilamiz, qilmaydimi? Shuni eksperiment qilib ko'rmoqchimiz. Hech qilib ko'rmaganmiz. Oldinlari aslicha uzoqroq turib qolsa, 15 kundan oshiq turib qolsa, u oilani bitta oilaga qo'shib yuborardi deydi. Qo'shib yuborib turib, keyin o'sha oiladan yana yosh arilarni olib turib, yana bittalik, ikkitalik qilib rasplot qilib, alohida atvodga qilinardi. Shuni hozir sizlar guvohliginglarda shuni eksperiment qilib ko'rmoqchimiz. Uzoq turib qolgan, turtovkaga bo'lib qolgan oilada oila qilib tikkilasa bo'ladimi, bo'lmaydi, bomba berib turib. Buni uzoq ochmaganimizga oilada ovqatdan qolmabdi shekilli. Kecha sirop berganda bunga ham 500 gram sirop berib qo'ydik. Mana bunaqa mischkalar tortib olgan. Hozir 5 ta ramkada turibdi ekan. Tekshirib ko'rdik. Ishcharilar tuxum qo'ymabdi, bitta ham urug' yo'q. Mana yerga bitta bir dona g'umba topgan ekan. Mana shuni o'rnini o'ziga uni yulib tashab turib, bir dona mana salafanda o'ralgan bitta g'umba qo'yib qo'ydi. Shuni shu bo'yi 6 kundan keyin bitta tekshirib ko'ramiz. Hozir mo'lardan bir qator ko'zdan kechirib qo'yapmiz. Tortib qo'ygan boshqa g'umbagi bormi, yo'qmi? Mana gulchang nima bor? Mana bunda ham mischka bor mana. Oila kuchliligiga bundan ko'nglim xotirjam edi. 10 kun oldin qaraganimda ham juda chiroyli holatda katta chiquvdi, karpazotli, juda katta edi. Bu 100% ovqati ham ko'p edi. Shuning uchun bunga ovqat ham bermaganmiz. Kuchli atvodga qilinganligi uchun. Shu beparvo bo'lib qolibmiz bunga. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Shu bir chekkadan qarab chiqasizlar. Agar turtovka bo'lsa, turtovkani qo'ymasanglar bo'lmaydi. 100% qabul qilmaydi. Bumbani ham, onani ham. Endi hozir bunga
keyingi oylamiz. Mana shu ramkasini boshqa arviyaga, boshqa oilaga karnoy hisobida berib yuboramiz mana shu ramkamizni. Bular 4 ramkadan o'zi o'tiraverar ekan. Ovqatlari bor. Hozir mana shu oila turtovka edi shekilli adashmasam. Mana gulchang bor, asal bor, lekin ona yo'q. Ona uchigani ketib qaytib kelmagan. Mana bularni ham ko'rsating. Mana qilib mischkalar qolgan. Bu oila ham turtovka emas ekan. Turtovka yo'q. Turtovka yo'q. Bunda ham mana 1 kunlik urug' ham yo'q. Bu oila ham rasa onaga muhtoj bo'lib turibdi chamamda hozir. Hali aytganimdek 25 kun bo'ldi buni yetimlanganiga shu oilani hozir. Sizlarda guvohliginglarda hech qilib ko'rmaganman buni. Shunga g'umba qo'yib ko'ramiz. G'umba egasi 3 kunda chiqadi dedi. Zot karnika zingir dedi. O'zimizda paxtavod oldik. Xullas mashina qo'yamiz. Arilar ko'proq e'tibor qiladigan joy qo'yyapmiz. O'zim sko'shlab qo'ydim deyapti bu. Yaxshi sko'shlanmayapti. Oralar ochilib qoldi. Ko'chlavdim deyapti, yaxshi qo'shlamagan ekan. Shu e'tibor berib qo'yasizlar mana. Mana faqat mana shu 3 qolish kerak xolos. Hozir bunda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana orasi ochilib qolgan, yonboshdan turib g'ajib qo'yishim mumkin. Mana 3-4 marta bunday qilsam ham baribir yana nima qilib qoldi. Ochilib ketib qoldi.
sig'adi. Nasıl yapıp ya? Keyin latasini ham juda ko'pchilik gapiryapti. Mana tagida har xil yaxshisi bor. Mana qoragani yomg'irda. Nimadan oshcha chiqib turganligi uchun qoragan. Onasini yo'qligini bilib hujum qilishdilar. Mayli, salomat bo'linglar. Sizlarga ham hozir buni ham qolgan ikkitasiga ham qo'ysak, videoning cho'zilib ketib qolmasa, mabodo agar turtuqga bo'lsa, turtuqga shu 100 metr nariroqqa borib qo'yib boramiz. Shu kecha ko'rganda shu bitta oilasidan keyin turtuqga ko'rgandek bo'ladi. Havo aynib turgani uchun urib ko'rindimi ko'zimga. Turtuqga bo'lsa, ular qo'yib boramiz. Turtuqga bo'lmasa, bir qator mischkalari bo'lsa, bomba erkakaridan bomba tortib olgan bo'lsa, unisini yulib yuboramiz. Agar turtuqga bo'lib turib bomba tortib olgan bo'lsa o'zlari, uni yulib turib qo'yib yuboramiz nari tomonga, u ramkasini olib qo'yamiz. Asallik, umuman urug'i yo'q. Nimani ramkani qo'yamiz. Sabab turtuqning ramkasini ham olib borasizlar. Sizlar bombagilarni qabul qilmasdan o'zlari qo'ygan urug'dan yana tortib chiqarib olamiz degan maqsadda, bu ari, ona ari chiqmaydi ham, chiqsa ham yaxshi chiqmaydi. Shuning uchun ashiramkasini olib boramiz. Shu bo'yi 29 yo 30-may kuni inshaalloh natijasini ko'rsatamiz. Mayli, salomat bo'ling, hammaga Allohga omonatlar.